Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. As-salatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Allah subhanahu ve ta'alaga beadad maqtovlar, hamdu sanolar bo'lsin. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi ve sellemga salovat salomlar bo'lsin. Hurmatli mo'min musulmonlar, hammalarimizga ham Allah subhanahu ve ta'alaning rahmati, mag'firati, Allah subhanahu ve ta'alaning gunohlarni kechirilgan bandalari degan bir mag'firatlari, Alloh taoloning marhamati bo'lsin. Hozirgi hadisimizda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytayaptilar. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. An Abi Hurayra radhiyallohu anhu anna Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qala: Ayatul munafiqi thalatha. Munofiqning 3 alomati bordir. İza haddasa kadaba ve iza va'ada akhlafa ve iza tumina khana. Munofiq odam gapiradigan bo'lsa, yolg'on gapiradi. Munofiq odam gapiradigan bo'lsa, yolg'on gapiradi. Ve iza va'ada akhlafa, va'da beradigan bo'lsa, va'dasiga xilof ish qiladi. Ve iza tumina khana, agar unga bir omonat tashlanadigan bo'lsa, albatta omonatga xiyonat qiladi. Omonat tashlanadigan bo'lsa, omonatga xiyonat qiladi degan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislari. Munofiqning alomati nechta degan ba'zan savol tug'ilib qolishi mumkin. Mana shu hadisga ko'ra ba'zi bir odamlar munofiqlarning alomatini faqatgina 3 ta deb o'ylashadi. Balki munofiqning alomatlari ham ko'p. Buni mana shu ko'rib turgan odamlarga bir nima deydi? Vazifaga o'xshatib aytsak ham bo'ladi. Munofiqning alomatlari juda ham ko'p. Bu hadisda xolos mana shu hadisdagina 3 tasi kelyapti. Ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytayaptilar, munofiqning alomati 3 tadir deb. O'zi umuman olganda munofiqlarning alomati juda ham ko'p bo'ladi. Masalan, Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda va iza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nas. Munofiq insonlar namozga turadigan bo'lsalar, namozda yalqov bo'lishadi. Yana bir alomati bu. Yura'unan naz, riyokor bo'lishadi. Yana bir alomati. Bomdod namozi eng og'ir namoz. Yana bir alomati. Xufton namozi eng og'ir namoz. Yana bir alomati. Va la yazkurunalloha illa qalila. Allah subhanahu va taoloni bular juda ham kam zikr qilishadi. Yana bir alomati. Biz hozir bu yerda ajabmas bir Alloh subhanahu va taolo tavfiq hidoyat bersa, yana bularni qolganlarini ham tushuntirsakdir. Biz hozir tushuntirmoqchi bo'layotganimiz munofiqning alomatlaridan biri iza haddasa kadaba, yolg'on gapiradi. Munofiq yolg'onchi bo'ladi degan so'zni sharhlamoqchimiz xolos. Qarang. Bizning ummatimizda mo'min musulmonlarni ichida payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan so'ng eng afzal inson deb Abu Bakr, u kishining laqablari As-Siddiq. Abu Bakr As-Siddiq, ahli sunna val jamoani e'tiqodi. Biz Shia emasmiz, alhamdulillah ahli sunna val jamoamiz. Ahli sunna val jamoani e'tiqodida mo'min musulmonlarning ichida payg'ambarlardan so'ng eng afzal inson Abu Bakr As-Siddiq. Ularning o'zlarining ismlari Abdulloh, otasining ismi Usmon, Abdulloh ibn Usmon. Endi biz qanday taniymiz desa, biz u kishini Abu Bakr Siddiq deb taniymiz. Biz kam eshitamizki, masalan, Abu Bakr deb aytib qo'yishlarini ham juda ham kam eshitamiz. Balki nima deb eshitamiz desangiz, Abu Bakr As-Siddiq. Abu Bakr As-Siddiq. Buni muqobilida Musaylama al-Kazzab deyiladi. Musaylama kazzab, yolg'onchi, payg'ambarlikni da'vo qildi. Masalan, hozir biz bu sharhlayotganimiz munofiqning alomatlaridan 3 tasidan biri gapirsa yolg'on gapiradi degani. Iza haddasa hadis degani. Kazaba kazib degani. Kelasi ham biz tilga juda ham yaqin bo'lib ketgan. Haddasa hadis. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislari, ya'ni hadis degani so'z degani. Agar u kishi gapiradigan bo'lsa, munofiq gapiradigan bo'lsa, kazaba deyapti. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytayaptilar, kazaba, yolg'on gapiradi, yolg'onchilikni gapiradi deyapti. Munofiqlikning alomati. Endi kazib degan so'zni yana bir qiziq taraflari bor-da. Kazib degan so'z
Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisda aytyaptilar, inson Alloh subhanahu va taoloning huzurida, mana dunyoda yashab turganda kichkina yolg'onchalarni boshlaydi. Kichik yolg'onchalarni boshlaydi. Kuzaybatun degan yolg'oncha so'zlar. Yolg'on emas, yolg'oncha so'zlar. Kichkina yolg'onchalar. Endi qo'pol bo'lsa ham misol uchun aytamiz xolos. Qimorni boshlagan odam ham haligi bir mayda-chuyda narsalardan boshlaydi. O'g'irlikni boshlagan odam tuxumdan boshlaydi deydi. Qimorni boshlagan odam gugutni donasidan boshlaydi yoki bir so'm tangadan boshlaydi. Nihoyatda eng oxirida qimorga kirilib ketgan odamni ko'rsangiz, eng nihoyasida uyi yo'q, hatto ba'zi o'rinda ayollarini qimorga qo'yib yuborgan odamlarni eshitganmiz ba'zan. Alloh taolo saqlasin. Boshida hech qachon bunday bo'ladi deb o'ylagan emas. Demak, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisda aytibdilar, kuzaybatun yolg'onchi Alloh subhanahu va taoloning huzurida kichkina yolg'onchalardan boshlaydi. Hatta tuktaba aw yuktaba indallohi kazzaban. Allohning huzurida bu juda ham katta yolg'onchi, kazzob deb yozib qo'yiladi deyapti. Bu boshqa hadisda. Mana bu hadisda esa hozirgi biz tushuntirayotgan hadisimizda bo'lsa, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisda aytibdilar, munofiqning alomatlari bordir. Bu hadisga ko'ra 3 tadir. Mana shu 3 alomatining biri ida haddasa kazaba, agar munofiq odam gapiradigan bo'lsa, yolg'on gapiradi ekan. Munofiq gapiradigan bo'lsa, yolg'on gapiradi. Yolg'on gap juda oson-da. Yolg'on gapirib qo'yishlik oson-da. Masalan, o'zimiz hayotimizda ham ko'p kuzatiladi. Dadam uyda yo'q deb qo'y deydi-da yosh bolaga. Keyin u yosh bola ham chiqib turib, dadam uyda yo'q deb qo'y dedi deb qo'yadi. Ravohu ota bo'ladi, ravohu at-tifil bo'ladi. Otasidan rivoyat, o'zidan rivoyat degan so'z bo'ladi. Bir misol aytsak bo'ladi bu yerda. Makkaning mushriklar yolg'on gapirishlikdan hazar qilishgan ekan. Bu juda ajoyib so'zda, buni hayron qoladigan so'z. Makkaning mushriklar, bunday dinsizlar, musulmon emas odamlar yolg'on gapirishlikdan hazar qilishgan. Hozir musulmonlar yolg'on gapirishni moda qilyapti, ba'zilar, hammasi emas. Makkaning mushriklari yolg'on gapirmaydi. Bu qanday bo'lgan bu voqea? Bu Hiraql deydi. Endi uni Gerakl desa taniymiz. Bizga shunday tarjima qilingan. Hiraql deyiladi, o'zi Gerakl deyiladi. Rim imperiyasi, Rim qaysari Rum deyiladi. Ya'ni burun arablar avvalgi vaqtlarda arablar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lib kelgan vaqtlarida endi qo'pol qilib aytsak, arablar hech kim emas bo'lgan hayotda. Xohlasa Rum bosib olgan imperiyasi, xohlasa Fors imperiyasi navbat bilan qullikda yashashgan. Abu Tuyabokor, cho'pon degan laqablari shunday nimalar bo'lgan. Tildan boshqa hamma narsadan alda bo'lsa ham shunday bir eng oxirgi darajaga tushgan vaqtlari. Va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lgan vaqtlarida, payg'ambar bo'lib kelganda Abu Sufyon tijorat bilan Shomda yuribdi. Shom diyorlari Rum deyilgan oldin. Hozir masalan Turkiyani oldin Rimlarning eng katta Bizantiya degan joylari bo'lgan masalanda. Hozir musulmonlarda Istanbul deb, keyinchalik Islambol deb poytaxt qilindi. Bu endi tarixiy so'z. O'sha joyda yurganda ularni podshosi chaqiradi. O'sha haligi payg'ambarman deyotganda yurtidan birov yarim kelgan bo'lsa chaqiringlarchi deganda Abu Sufyon tijoratchilar bilan birgalikda o'sha Shom diyorlarida yurgan bo'ladi. Hozir endi musulmonlarga qarashli bu yerlar. O'sha joyda yurgan bo'ladi-da, Abu Sufyonni chaqiradi. Haligi e'tibor beradigan joyimizda Abu Sufyonni chaqiradi-da, jamoasi bilan chaqirgandan so'ng podshoh chaqiradi. Podshohlar doim aqlli insonlar podshoh bo'ladi. Chaqiradi-da, ayyukum aqrabu nasaban li hadha allazi yaz'amu annahu nabiy. Sizlarni mana kelgan odamlarning ichida qaysi biringlar payg'ambarga eng yaqin nasabdasizlar deganda qola Abu Sufyan ana. Mana men payg'ambarning eng yaqin nasabiman dedi. Shu yerda tarjimoniga aytadi. Qulli hada deydi. Mana unga ayt. Meni yonimga kelib tursin. Kelgan sheriklari uni orqasida tursin. Inni sa'ilun hada. Men bunga hozir savollarni beraman. Agar yolg'on gapiradigan bo'lsa, orqadan turib
ishora qilib qo'yasizlar bu yolg'on gapirdi degan savolni beradi. Shu yerda bir so'z chiqadi. Abu Sufyon ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga qarshi nasabi yaqin bo'lsa ham, Rimda u imperiyasi ham, orqasida kelganlar ham maslahatu vahida deydi. Hammasini maqsadi bitta edi. O'sha payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni yomon ko'rsatishlik, hammasini maqsadi shu. Yolg'on gapirsa bo'laradi demoqchimiz o'sha joyda. Yolg'on gapirib qo'ysa bo'laradigan joy, lekin nima qiladi? Yo'q. Keyinchalik yo'lda ketayotganda endi podshohning huzuridan chiqishdi, yo'lga chiqishdi, Makka ga qarab yo'l olishyapti. Abu Sufyon sen yolg'on gapirib qo'yding-a o'sha joyda desa nima deyman degan. Yolg'onchi ekansan-a? Jalpoq til bilan ayta turgan bo'lsak-da, uni o'zingizni tushuna turgan qilib aytsangiz. Abu Sufyon sen yolg'on so'ylab qo'yding. Yolg'on aytib qo'yding-ku Abu Sufyon. Boshqa safarlar ham sen yolg'on gapirasan-da Abu Sufyon. Desa men nima degan odam bo'laman deb Abu Sufyon mushrikligida aytgan gapi. Men boyaga aytgan gapim dalili shu. Makkani mushriklari yolg'on gapi yo'q bo'lgan. Umuman mushriklarda ayib bo'lgan. Astagfirullah. Ba'zi o'rinlarda musulmonlarda moda bo'lyapti. Yolg'on gapirgan odamni Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisda aytibdilar, yolg'on gapirgan odam munofiqning alomati. Yolg'on gapirishlik munofiqlikning alomati. Biz aytamiz ba'zi bir o'rinda, falonchi munofiq ekan, bu munofiqlik ekan, unday bunday. Bizda bormi yo'qmi? Masalan, men yolg'on gapiramanmi, yo'qmi degan narsa. Savdoda bo'laylik, ziroatda bo'laylik, qo'shnichilikda bo'laylik va yana qaysidir o'rindadir, safardadurmiz, ishdadurmiz, yana boshqa narsalar yolg'on emas. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisda aytibdilar, yolg'oncha ham mumkin emas. Yolg'oncha o'sha narsani biz o'zimizga qonun qoida qilib olaylik. Ya'ni Makkani mushriklari yolg'on gapdan hazar qilgan. Islom dinida xulq, odob, axloqlarni bunday bir tushuntiradigan bo'lsangiz, bir piramidaga o'xshatilsa, eng cho'qqisi bor, eng yuksak nuqtasi bor va eng pasti bor-da. Yaxshiliklarda ham, yomonliklarda ham eng yomon narsa bor, eng yaxshi narsa bor. Xulq, odoblarning eng cho'qqisi, eng oliysi ustida turgani to'g'ri so'zlik bo'ladi. Eng razili, yomoni, ayblangani yolg'on gap bo'ladi. Nima uchun Imom Buxoriy bo'ldi? Nima uchun Imom Buxoriy bo'ldi? Umuman yolg'on gapirgan insondan umr mobaynida bir marotaba yolg'on gapirgan insondan hadis olgan emas. Bu mayli bu yermaydi. Mayli deydi bu ham shayxlar. Mayli bu. Hayvonini aldab, masalan, adashma. Men boshqa hayvonini aldab turib, masalan, eshitgansizlar bu voqeani, ichida taom yo'q, idishni olib borib, otini chaqirayotgan odamdan hadis olmagan. Bu otni aldayapti, insonni emas. Otini aldayapti. Bu dedi, idishing quruq ekan, dedi, yo'q, baylab qo'yish uchun chaqiryapman dedi, sendan hadis olmayman dedi. Sendan nimaga yolg'onchisan deyapti. Odamni emas, otni aldayapti. Bizdachi bemalol otini emas, xotini, akasini, ukasini, yana kimisidir, boshqasini aldab ketib yuraveradi. Birodarlar, shuning uchun bu ko'rayotgan odamlarga, hammalarga va alaykumussalam va rahmatullohi va barakatuh. Aldashlik degan masaladan uzoq bo'laylik. Yolg'on so'z degan narsadan uzoq bo'laylik. Bu yolg'on so'z deganni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam eng hazar qilgan narsa. Yana biz eslab ko'raylik, masalan, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, Alloh taoloning salovat salomlari bo'lsin, birinchi bo'lib payg'ambar bo'lib kelgan vaqtlarida birinchi aytgan so'zlari ham shu bo'lgan. Men ortimdan hozir, ya sabaha, ertalabda kelinglar, nima deydi masalan, diqqat, e'lon deganday arablar so'zlari bor-da, ya sabaha, ya falonchi deb turib butun jamoat jamlangan. Jamlangandan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, men sizlarga muhim so'zim bor dedilar. Men hozir ortimdan askar bostirib kelyapti deb aytsam, men o'zimiz tilda aytaylik, hal tusaddiqunani, meni tasdiqlaysizlarmi deyapti payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Men tasdiqlaysizlarmi deganda, qalu ma jarrabna alayka kadiban qattu.
Ey Muhammed sen hech qachon yolg'on gapirmagansan deyaptilar. Maqtov o'rnida ishlatilyapti. Yo'q, o'ylab ko'ramiz. Bilmaymiz, o'tganda ham bir nimalar deganidingiz degan so'z bo'lgani yo'q. Ma jarrobna alayka kadiban qattu. Qat'iy siz hech qachon yolg'on gapirmagansiz. Birinchi da'vat ham to'g'ri so'zlik bilan boshlangan. Birinchi da'vat to'g'ri so'zlik bilan boshlangan. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam payg'ambarligini e'lon qilib aytdilarki, "Inni rasulullohi, men Alloh taoloning elchisi bo'ldim. Bayna yaday azabin shadid." Shiddatli azob va cheksiz marhamat, rahmatni aytishlik uchun keldim dedilar. Birinchi payg'ambarlikni boshlanishligi ham demak to'g'ri so'zlikni dalil qilib turib keyin boshlanyapti. Biz ba'zan savol beradi odamlar. Ba'zan savol berishadi. Nimaga insonni haybati ketib qoladi deydi. Jo'rasining ichida, do'styor birodarlarning ichida, aka-ukalarining ichida, qavm qarindosh mahallaning ichida nimaga ketadi haybati? Nimaga ketadi? Yolg'onchilikdan ketadi. Yolg'onchilikdan ketadi. Ishonchsizlik paydo bo'ladi. Masalan, bir insonga ishonasiz. So'ngra o'sha inson yolg'on gapirganini bilib qoldingiz. Bo'ldi. 3-marotaba u bilan muomala qilgingiz kelmaydi. O'sha inson bilan 3-marotaba muomala qilishlikni xohlamay qolasiz. Mayli, bu hadisni juda uzoq sharhlasa ham bo'ladi, lekin arabchasiga aytganda maqolla dalla oz bo'lsa-da dalolat kuchli bo'lsin. O'rischasiga aytganda cho'tka yasna deydi, qisqa lo'nda degani bizning tildagisi. Shunday bo'lgani yaxshi bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadis, Imom Buxoriy va Imom Muslim bu hadisni o'zlarining kitoblarida keltirishgan. Aytayaptilarki, munofiqning alomatlaridan yolg'on gapirishlik. Gapirsa yolg'on gapiradi. Ayniqsa va keng tarqalganlardan biri oshqozonni masalasida yolg'on gapirmaylik. Ya'ni bu qanday? Ba'zi bir taomlarni ishlatishlik uchun yoki ishlab olishlik uchun yoki kiyimlarni kiyishlik uchun, mashinani minishlik uchun, ya'ni dunyo matosi uchun yolg'on gapirayotgan odamlar. Ana ularni hamma pullaridan Alloh subhanahu va taolo barakasini olib qo'yadi.